28 martdan beri mingdan ortiq kishini meditsina kuzatuv ostiga oldik. 1182, shuning ichidan bular kontaktlilar 247, respiratorniy infeksiyalar 566 bo'ldi, ham pnevmoniyalar yo'qolsa 369. 1350 kishidan biz analiz oldik, shuning 1294 bugungi kunda esa ham ishda 58 analiz bugungi kunda. Bizning endi pnevmoniya ham respiratorniy infeksiya ortuv muayene o'rtasidan boshlandi. Shundan so'ng endi biz shu Minzdrav prikaz bilan ishlay boshladik. Biz endi Tig'izrimtada inshaalloh infeksioniy больницасы bilan bugungi kunda bizning 38 hali rayon ishimiz davolanan deb aytga bo'ladi. Ham bizning ikki kishi bugungi kunda Oqtonishda Uzoqiston davolana, ham shulay uyda bizning bugungi kunda %77 bizning rayon ishimiz respiratorniy infeksiya bilan davolana, 81 rayon ishimiz pnevmoniya insonlardan davolana, ham endi bular borsa birga 258 kishi hali bugungi kunda da meditsina kuzatuv ostida turadi deb aytga kerak. Bizning endi og'riqlarning strukturasına qaraganda mana 935 kishining hozir endi davolanish ishroqlari bizning oxirgacha davolanishlar ko'proq slayddan ko'rinadi. Bizning 67% уже davolanib bitdi, 628 kishi. На лечение пока 298 bugungi kunda. Bugungi kunda 298 kishi davolanadi. Pnevmoniya ham respiratorniy infeksiya bo'lganda bizning pnevmoniyadan 204 kishi davolanib bitdi. Bu 58 kishi 58% tashkil etadi. Respiratorniy infeksiya 69%, bu 389 kishi. Qizg'anchilik boshlangan o'lishroqlarda bo'ldi. Bizning endi bir rayonimiz bizning reanimatsiya bo'limida o'ldi. Ish o'tmayotgandan so'ng og'ir holda bizning hospitaliga kirgan reanimatsiya biz endi ana bilan kurashdik deb aytib kerak. Uning og'rivi bilan biz endi Qibdan da vrachlar chaqirdik, pulmonolog, tarakalniy xirurg bizni vertolyot bilan kelganlarimiz shunga qaramasdan endi u bizning o'ldi deb aytib kerak. Ham bizning 8 rayondoshimiz infeksionniy больница hostanemizda shog'da o'ldilar. Bu endi butun og'riqning 1% tashkil etadi. Pnevmoniyani olganda это тоже 1%, 4 kishi bizning o'sha 9 kishining 4'si o'ldi pnevmoniyadan shog'da, 5'si endi yurak ham qon tomirlari og'riqdan o'lib ketdilar. So'nggi vaqtda endi bizning kimi kuzatlar aytib kerak, so'nggi 3 yotmada slaydda ko'rasiz. Bizning endi boshda -10% ga kimida og'riqlar soni 170 bo'ldi, potom 152 bo'ldi. Ham so'nggi vaqtda 84 uchroq tirkaldi. Bu otnalik dinamika. Bir oy davrida mana otna soyini qarab bordik. -68 bo'ldi, so'nggi vaqtda 84 kishi pnevmoniya ham og'riq bilan tirkaldi. Dinamika снижения 44%, 44% so'nggi vaqtda. Bo'lganda endi oyirlar pnevmoniya bizning 47% ga kimida, 47% ga pnevmoniya, yo'qsa 16% ga kimida deb aytga bo'ladi. Shunga ko'ra shunday tendensiya bor. Bugungi kunda mana siz so'ragan slayd yorti yillikqa mana ko'rsatamiz. Oldagi slaydda pnevmoniya bizning Шуша за 6 месяцев. Yorti yillikni olganda dinamika %16% pnevmoniya ortdi. Hostaxonamizda yotib chiqdi 2000 dan ortiq kishi, 2026 kishi davolanib chiqdilar. Bizning shuning ichidan kruglosutочный statsionarda 1668, imoz statsionarda 358. Ham skoro endi bizning 4,5 qadar kishiga borib qo'ydi deb aytib kerak. Meditsina oshirish bugungi kunda bizning endi brigada 4 yama mashina hozir ishlaymiz. Hozir o'zgan yil bizning 2 yama mashina qo'yganlik. Скорый машина. 2 yama qo'ygancha. 2 yama qo'yganchami? Значит, men 4 mashina bor. Скорый brigada turishlarni, tega sanitarniy mashinalar da bor deb qolgan. 4 mashina bor. Hozir tog'niki qo'ydi. Yama mashina. Ha, gos registratsiya o'tdi, ular endi shu brigada sostavida tashkil etdi. Значит, biz endi o'sha o'zimizning kundalik ishimizni davom etamiz. Biz shu infarkt bo'lgan ishroqda kelasi slayd ko'rsatdi. Reanimatsiyaga, kardioreanimatsiyaga jibarib 9 kishini. Plus bir dinamika o'zgani bilan solishtirganda 8 dan biz trombolizis yasaldi. И плюс 3 dinamika bilan по сравнению с прошлым годом. Davom etadi, kelajakda da virus birat deb aytadi. Shunga qaramasdan men Dostoyevni o'zida to'g'ri deyman. Kimga nechik u skoriy постоянно тоже фанатов добитинте поверхненно. Rahmatimni da yetkazim keladi.
Bizga atılışlarına o mümkünlük vermeyin. Rahmetli yetakçılıklarına iki skori verdiler bittiğinde dağınayım. Ama sizge bizge bunu ne buldu indi bir şuna kodu verdiğim mi? Şu bir şey bu. Halar nasışlarga çek devam ederge. Onun bilen biz Rustam'da varış ettiğini yaşası bulayını bu virüsünden şulay ulaş. Ne? Dağın koyla bizden yumuşak ilanı da ko'rsatdi bittiğinde koyla nasıl yitip bitmeyi bizden mınavlarını neytip nağatıp yani bu kim bilen dağın nasıl ko'rsatası bulunacağını şuna göre biz manıqlap azıtamızga deyişin. Yani bu bir için sizga rahmat etkilesini kıyabamışı. Operasyonlarda da hemşirlerlere sizin kolektif bakıma göre rahmet ansız.